Sizlar bilan shu sketchbookimni ko'rib chiqamiz. Bu sketchbookda bizga fakturalar mavzusi berilgan. Biz har xil fakturalar qilib shu sketchbookka jamlaganmiz. Bu fakturalarni men guvash va akvareldan foydalanib qilganman. Mana yaqindan ham ko'rishingiz mumkin. Bu bo'lsa ko'piyli fakturalar. Shunga mos bo'lishi manekenda meduzani chizganman. Buni opam bilan birga qilganmiz. Keyingisida fakturalarni 3D bo'lib chiqish uchun tagiga gubka yopishtirib chiqqanman. Bu yerda fakturalardan manekenga kiyim qilganman. Bizda keyingi mavzu qog'ozli fakturalar bo'lgan. Biz har xil qog'ozlardan foydalanib fakturalar qilganmiz. Tepa dilani salfetka va gafri qog'ozdan qilganman. Bu yerda oddiy qora paketdan qilingan. Buni tagidagi sariq narsa nimaligini bilasizlarmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu yerda paketni yopishtirib, kuydirib chiqqanman. Bu ham oddiy fioletli paketdan qilingan. Videomiz 2000 ta like yig'sa, davomini chiqaraman. Hali bizda degani ancha betimizda bor. Shuning uchun davomini o'tkazib yubormaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.